Breştabay. Hayırlı günler. Gaile hem mektep jurnalı ne için her gailede bulurga tiyiş dep sanıysız siz? Birinçiden gaile hem mektep dep atalayken, o indi gaileni hem mektepni birleştiradigan söz. Indi bizning jam'iyatimizda her gailede ya o'quvchi bola bor, yoki uning tug'anining bolasi o'qiy, yoki abi bobay bolalarına savab beradi. Shunga ko'ra gaile hem mektep jurnalini her gailede bo'lurga tegish. Endi mana kelib shu figuratsiyani olsak, o birinchi bitinde bizning ataqlı, mashhur millatdoshimiz Damir Yusupov bugungi kunda Yekaterinburgda yashovchi. Mana ondan oradan başlanan bir giroy dışlıkta, ortada mesela o'quvchi bolalar, o'quvchi giroylar, birisi o'tdan yong'inda ellikashlarni olib chiqqan ekan, o't chiqqan ekan, ikkinchisida so'g'aba tushirib qolgan ikkinchi bir giroyimiz. Mana shu giroylardan olib, biz umuman mana har sonunda jurnalning berib borishga tirishamiz, xayr saylov bo'yicha. Chunki hozir bitimda sir tugul, ko'pgina bolalar, o'quvchilar, yoshlar yuqori o'quv yurtlarına kiraylarida, anasini obtirab o'ylab o'qib bitirish foyda ishga borar ekan deb. Mana aytib texnikumga boralar ekan, texnikumdan o'rta maxsus bilimni olib chiqalar, ham shu vaqtda vuzga kirish mumkinligini olib chiqalar. Tilaganingda vuzda o'quvni davom etadi, tilagani oqpadigina hunarida bo'lsa da yo'nib ishlab ketadi. Hozir bitimda jamiyatda sevtugan nazor zavodlarda belgichlar deb hisoblanamiz. Evet, andi bilgiçlerin bu işçilatta texnikumda külliyetler ezgilerine tegiş. Buna şu yoqdan qaraganda da, ya'ni turmushga ezgilov, kishini yash bugunni turmushga ezgilov uchun men qolsa oila ham maktab jurnali, mana degan jurnal o'qig'iz, yozig'iz.